tabiati. Tarjima hikoya. Bir jup yosh ar-xotinning munosabati nihoyatda yaxshi bo'lsa-mu, lekin ayoli erining sodiqligidan yanada xotirjam bo'lamaydi ekan. Shuna qilib bir kuni u ayol yaqin do'stini o'tirg'i chiqarib, erining ujmi ko'ngil yoki emasligini sinab bakmoqchi bo'ldi. Bir cho'ngchu bayrami kunlarida ayoli sirtqa komandurkaga chiqib ketibdi. Yaqin do'sti erini tasodifiy uchirtib qopdi. Shuning bilan yaqin do'sti bilan eri jup-jup bo'lib shu kechini birga o'tkazibdi. Natijada u ayol ajrashib ketibdi. İkinci hikoya. Bir uy zamin xo'jayini bir qo'l ostidagi xizmatchisi uy bilan mukofotlamoqchi bo'ldi. Shuning bilan u bu xizmatchisini shirkat o'zi qurgan bir o'ltiraq rayonidan xohlagan bir uyni tanlashga buyurdi. Natijada bu xizmatchi 120 kvadrat metrlik cho'ng bir yurish uyni tanlab, bu xo'jayinni bearam qilib qo'yibdi. O xo'jayin aslida bu xizmatchi aniq holda 80 kvadrat metrlik kichik yurishni tanlaydi deb faraz qilgan ekan. Lekin uning bunday oshko'z ekanligini o'ylab boqmagan ekan. Shuning bilan u xo'jayin qarorini o'zgartirib, o'z peshimchilik bilan bu xizmatchisiga 80 kvadrat metrlik kichik bir yurish uy sovg'a qildi. Natijada bu xizmatchisi xo'jayinidan norozi bo'ldi. Bir yaxshi xizmatchisidan ayrilib qoldi. 3-hikoya. Dağlıq tibbiy olim Nobel mukofoti sahibi Fensin bir izbosar tarbiyalash uchun nurg'un nomzodlar uchun Xari ismli yosh doktorni tanlabdi. Lekin Fensin bu yoshning intayin ma'nisiz bo'lgan meditsina tadqiqotida oxirigacha ching tura olmasligidan ansiraydi ekan. Fensinning yordamchisi George taklif berib, Fensinning bir do'sti bilan oldin deyishib olib, Xarini yolg'ondan yuqori maosh berib uni taklif qilib, uni sinab boqayli debdi. Ammo Fensin Georgening taklifini rad qilib, axloqning yuqori pallasida turib boshqalarga baho berma. Inson tabiatini mangu sinama. Xari Namratlar mahallasidan kelib chiqqan. Nemishqa pulga amroq bo'lmagodak. Agar biz cho'qim qiyin masalalarni hal qilib, uni sinadoq deylik. Bir tarafdan uningga yuqori maoshliq bir ozod xizmat beramiz. Yana bir tarafdan uning bu xizmatni rad qilishini umid qilamiz. Bu uning cho'qim bir avliyo bo'lishini talab qilganlik emasmi? debdi. Keyin Fensinning izbosariga aylandi. Bir qancha yildan keyin Xari dangli tibbiy olim bo'lib chiqibdi. U Fensinning ayni yili o'zining inson tabiatini sinashni rad qilganligini anglab, yig'lab turib, agar ayni yili shafqatchi ustozim g'oyat zo'r manfaatni yemchik qilib, mening kishilik qadr-qimmatimni sinagan bo'lsa, men cho'qim u sinoqdan o'tolmagan bo'lardim. Chunki ayni vaqtda onam kasal karotada yetib, davolashga muhtoj edi. Mening eni sing'illarimni ularni o'qitishimni kutib turardi. Agar meni rostdan shunday sinagan bo'lsa, mening hozirgi natijam bo'lmaydi. Ta'sir. Odam avliyo emas. Hamma odamning ojizligi bor. Agar bir odam hamisha ar-xotinlik hissiyotining qanchalik cho'nqurligini, savoqdoshlarining mehrining qanchalik kuchliligini, do'stlikning qanchalik mustahkam ekanligini sinashni o'ylab yursa, vaqtning uzurishiga agishib, munosabatlar orasida gumon paydo qilib, bu gumon ilgirki go'zal aslamalarni to'sib oladi. Inson tabiatining aslida yaxshi tarafimi bor, yomon tarafimi bor. Ziddiyatlik ham murakkab bo'ladi. Agar yaxshi natijaga erishish orzusi bilan inson tabiatini sinaydigan bo'lsak, ko'pincha hollarda biz umidsizlanib qolamiz. Shunga inson tabiatini qasddan sinashga hargiz bo'lmaydi. Chunki inson tabiati sinoqqa bardoshlik bermaydi. Qadrli tadashlar, yuqorida men inson tabiati nomli tarjima hikoyani huzuringizga sundim. Yoqtirib anglagan bo'lishinglarni umid qilaman. Ko'rayotganinglar har haftaning 2si, 4si, 6si kechda soat 9:30 da sizlar bilan yuz ko'rishadigan Alkuy oqshom programmasi. Mana shu programma orqali har biringlar bilan mungdashqinimdan, sirdoshqinimdan, shunaqla har biringlar manfaatlangidek, mana shundaq mazmunlarni yetkazilganligimdan to'liq xursandman. Men Dilxumar Erkin. Qadrli ko'rman do'stlar, biz bugun programmamizda sizlar boya ko'rib o'tgandek, javoblarni anglagandek, men
Emin müəllimni bizningki şu bevosita taqitish uyimizga taklif qilib, Nur Mehmet müəllimninki şu korxona boshqarish ilmi va undidar savdosi jihatdagi bilimlari bilan o'rtoqlashdik. Nur Mehmet müəllim bizningki nurg'unlagan turdoshlarimizning inkaslarini ko'rdi, birlikda o'tirib savollarga javob berdi. Albatta, mana shu javoblardan turdoshlarimiz rozi bo'ldi, manfaatlanadi deb o'yladim.